ta'sirli hikoya. G'animat. Aziz band odam. U shahar markazida kotib bo'lib ishlaydi. U o'z ishiga juda ko'p vaqt sarflar. Butunlay ishiga berilib ketgandi. Kotiblik u yoqtirgan ish. Shu va shu kabi yumushlarga berilib, u onasidan kam xabar oladigan bo'lib qoldi. Onasi har kuni qo'ng'iroq qilardi. Aziz ilgari go'shakni ko'tarardi. Onasi har doim undan hol-ahvol so'rar. Ishlari qanday ketayotganini, tezroq bag'riga kelishini orzu qilardi. Aziz esa buni bilar. Lekin u ko'pincha gaplashishni keyinga surardi. Vaqt o'tib, u bir haftada bir gaplashadigan bo'lib qoldi. Onasi bundan biroz xafa edi. Lekin bu xayollar Azizni bezovta qilmas. Hali vaqtim bor. O'z uyimga qaytgach, keyin gaplasharman, der edi. Barchasi o'sha oddiy kunlarning birida yuz berdi. Aziz odatdagidek ishida edi. Unga qo'ng'iroq qilishdi. U albatta onasi edi. U telefonni o'chirib qo'ydi. Lekin yaqin hamkasbi Anvar undan so'radi. Kim u qo'ng'iroq qilayotgan? Nega olmading? Aziz keyinroq gaplasharman, onam ekan, dedi xotirjam ovozda. Anvar hayratlanib, rostdan ham shunday o'ylaysanmi? Nima? Hozir ishimni to'xtatib gaplashaymi? Dedi. Ular ham g'animat. Shuni unutmagin-da deyapman, dedi Anvar. Sal keyinroq Aziz bu gapni tushundi, menimcha. Nima bo'lgan taqdirda ham u onasiga o'zi qo'ng'iroq qildi. Lekin hech kim telefonni ko'tarmadi. Bu birinchi marta edi. U keyinroq yana telefon qildi. Hech kim javob bermadi. U qo'rqa boshladi. Onasi yaqin joyda, tanishlari yo'q edi. Nega ko'tarmayaptilar? Ularga bir narsa bo'ldimikin? Degan savollar, xayollar uni qo'rqita boshladi. O'sha kuni u xayolda kun bo'yi bu savollar aylanib yurdi. U o'sha kuni o'z uyiga qaytish uchun ishidan bo'shadi. Onasini sog'indi. Uyiga borib narsalarni yig'moqchi edi. Uyiga ketgan zahoti u kutmagan holat ro'y berdi. Onasi shahardagi uyda o'g'lini kutib oldi. Aziz nihoyatda hayratga tushdi. Quvonib onasiga talpindi. Uni quchoqladi. Xavotirda so'radi. Nega qo'ng'iroq qilsam javob bermadingiz? Axir o'zim borardim-ku, dedi. Telefonimni uyda qoldiribman. Sengasi kutilmagan sovg'a qilaylik degandi, dedi u. Nima? Xavotirga tushdingmi? Juda xavotir oldim axir, dedi ko'p bora. Ertasi kuni u chindan ham uyga qaytish uchun yo'llanma olayotganda unga qo'ng'iroq kelib tushdi. Unga Anvar qo'ng'iroq qilayotgandi. U telefonni ko'tardi. Anvar biroz xavotirda so'radi. Senga nima bo'ldi? Kimdir biror narsa dedimi? Nega ketyapsan? Aziz shunday dedi. Aytding. Sen menga haqiqatni aytding. Meni ko'zimni ochding. Rahmat senga, dedi. Anvar gap nimadaligini tushundi. U holda biz tomonlarni ham yoddan chiqarma, dedi. Shu bilan Anvar Aziz o'rnida
kotib bo'lib ishlashni boshladi. Aziz onasi bilan qishloqqa qaytdi va u bilan yashashni boshladi. Xulosa, bu hikoyadan biror nima angladingizmi? Agar shunday bo'lsa, o'zingiz bilmay xato qilayotgan bo'lsangiz, uni tuzating. Agar shu kabi hikoyalar sizga yoqsa, kanalimni kuzatib boring. Mayli, keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.